Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism. 19-bob. U o'z uyiga keldi. Nodammu onasini yo'qlash uchun yeziga chiqib ketdi. Nizomiddin uyiga kirishi bilanla bo'ynidan, belidan quchoqlab olgan bolalarni erkiltib so'ydi. Kichik o'g'lini ko'tarib oldi. Uruq ayoli nima qilarini bilmay, yoshlarini mo'ldiriltib turibla qoldi. U qilin kiyimlarini yechib, putlarini uzun sunib, tomga yo'linib o'ltirdi. Ömrünü bir neçe yıldan beri Zimlankida, uruş meydanlarida mok yetip, mok qopup ötküzüvatkan Nizamiddin mushundaq azada o'ltirishni seg'ingan edi. Bolalari atrofiga o'lashdi. Dada, qachon ketsan? Bu savol har qitim yangi kelgan chig'ida so'ralatdi. Ata, o'g'lim, jiq tursang bo'lmamdi. Askarlarga o'yda jiq turishga bo'lmaydi. Mushu yerda tursang bo'lmamdi. Ismatning dadisimi sendek komandirg'u? Mushu yerda turadi-g'u. Hammamiz bir yerda turib olsak, dushmanlar bizni yo'q qilib o'tadi. Bo'linib tursak, ular bizni hech nima qila olmaydi emasmi? O'g'lining bolalik savollari o'zgarib turadi. Dada, seningdan cho'ng komandirmi bormi? Bor. Uningdanmi cho'ng bor? Bizning muallim Ahmadjon apandim degan hammamizning boshlig'i dedi. Shundoq, o'g'lim, Ahmadjon apandim eng cho'ng boshlig'imiz. Dushman bilan urush qilayotgan jangchi komandirlarningmi, idoralardagi kadrlarningmi, seni o'qitayotgan muallimlarningmi rahbari shu kishi. U kishi bizga boshchilik qilib, Gomindan degan dushmanni yo'q qildik, yana yo'q qilamiz. Bundan keyin yana shu kishining boshchiligida xalq yaxshi ko'radigan ne ishlarni qilamiz. U so'zlagan siri hayajonlanib, oldida savol so'rayotgan bolasini esidan chiqarib qo'ydi. Biz Ahmadjon Qosimining yetakchiligida sizlar o'qiydigan tarixga yoziladigan ulug' inqilobni qildik. Shu tarixga uning surati besiladi. Sizlarla emas, hatto kelgusidagi avlodlarimizmi uning bilan faxrlandi, maqtanadi, g'ururlandi. Chunki u xalqimizning aql parostini, kuch idrokini o'ziga yiqqan va uning parlaq vakili. U hozirgi zamon tariximizdagi bir buyuk odam. Dadasining og'ziga qarabla qilishgan bolalarining savoli yana besilmadi. Uning oldiga har qitim kelganida o'tkazib yeydigan tamoqi lag'man kelgan chog'dimi savollar uzilmagan edi. Tamoqdan keyin bolalari yana uning atrofiga o'lashdi. Oylab emas, yillab aran ko'rishadigan otaga bolalar qanmaydi. Kecha bir vaqtlarda bolalar uxlab qolishdi. Shu chog'dalar Nizomiddin ayoli bilan oila ishlari to'g'risida parang'a tushdi. Tamaki zavodiga ishga kirganimga, dedi ayoli. Endi bir oy bo'ldi. Bolalar tek kichik. Hozircha buningga amal yo'q. Nizomiddin tushuntirib so'zlashga boshladi. Hukumatimiz texi gadoy. Shuningga qaramay, xalq egiligiga ajratgan pulning 30%dan ko'proqi ma'rifga sarf qilinyotidi. Kambag'allar qutqizilyotidi. Mushundaq ahvol ostida bizga cho'yliq to'xtug'idek maosh berilishi mumkin emas. Buni tushunish kerak. Ishga kirganing obdan bo'pti. Bolalarimizning davri har jihatdan yetishgan boy davr bo'ladi. Nizomiddin ayolining ma'yus qora ko'zidan, g'amkin suzuk levidan seg'inish alomatlarini ko'rgandila, oila ishlari to'g'risidagi suhbat uzilib qoldi. Bir kunlik ruxsat bilan yeziga chiqqan Nodam onasi bilan bir kecha muңdishib, ertasi tushdan keyin shaharga qaytib kirdi. U shaharlarni aralab kelib, soy bo'yi ko'rikidan o'tdi-da, burunqi millatlar gimnaziyasi, hozir bo'lsa bilim yurti deb atavalgan maktabning oldiga keldi. Etini oshxona oldidagi mo'ma yog'ochga bog'lab, maktabning kun chiqishga qargan darvozasi yiniga keldi. Uning ko'zi eng dastlab darvoza beshidagi veviskaga tushdi. Şinjan o'lkalik o'rta darajalik mutaxassislarni yetishtirish bilim yurti. U birdilla hayajonlandi. Maktab yildan yilga o'rlayotibdi. Aslida uning qo'rqimsiz, jur'atlik aksi Nodirni, tadbirlik komandiri Anvarni, Batur sabdishi Botir G'ozini, Rayhon, Isoqlarni mushu maktab yetishtirgan emasmidi? Farosatlik polik komandiri Nizomiddin apandi mushu maktabda o'qituvchilik qilmaganmidi? Ular qanchalik ulug' ishlarni tavratdi, ha? Irshadkilar orasidan ko'rinib turgan ashu maydondagi sonsizlagan o'quvchilar yana nima ishlarni tavratar? Darvozada turgan o'quvchi
Nadamni ko'rib, ittik o'rnidan turdi-da, chas berdi. Yo'ldosh podporuchik, birisini izdamsiz? Nadam o'zi bilan o'xshash kiyimda, faqat mursida pagon, shapkasining manglida kakar bo'lmagan bir o'quvchining axloq intizomga hayron qoldi. Ha, dedi u. Men o'quvchi Abduqimni izlaydim. Qaysi sinfda? Nadam nima deyishini bilmay turib qoldi. Daril sinfidimi, agronom sinfidimi, yo chorvachilikdimi? Nadam o'quvchining chaqmoqdek savollaridan texmo ta'sirlandi. Sizni avar qildigan bo'ldim. Qaysi sinfda o'qiydiganligini so'rab olmabdi ekanman. Qurilish injenerlik sinfida Qayyum degan bir o'quvchi bor. Shumi ya? Yeziliq. Ha, mundaqda siyosiy qonun sinfidagi Abduqyum Savirni izlayotgansizda, u bor. Bir oz saqlab turing. Yo'ldosh podporuchik. Hozir boshlab chiqaman. O'quvchi maktabga kirib ketgandan keyin Nadam o'tganki ishlarni o'ylab qoldi. U varischanni Xadu Karva bilan mushu maktabga bir necha qitim ilib kelgan va ilib ketgan. Oxirgi qitim maktab ichi toza ansizlikka tushib, o'qituvchi o'quvchilarni tut qilayotgan chog'da kelib varischanni ilib ketgan. Bu yerdan yinib Rayhonning uyiga borgan varischan Nadamni bizning malay deb kamsitganda Rayhonning haqqoniy ayblashiga uchrab, deksni yegan. Nadamning ko'z oldidan Xanzu bozorda Gomindan ofitserning Rayhonga zo'rlik qilganligi, Rayhon uning o'ktamligiga bir kachat yondirganligi, ofitser tapanchisini chiqarganda varischanning uningga yelinib yolvurganligi lip qilib o'tib ketdi. Ömür degan ajoyib sirliq karvon. Birda qarasang, dahshatlik bo'ronda qilib, hamma nimasidan ayrilib, sadosiz holda beshini silib ketib borgan. Birda qarasang, ko'ldirmalarini jaranglatib, jo'shqin holda haybatlik yurish bilan olg'a ilgirlayotgan. Hey umr, nima degan xislatlik, hikmatliksan. Ba'zida o'zingni qadrlashni bilmaysan, xo'rlanib tugaysan. Ba'zida o'zingni qadrlashni bilasan, g'ururlanib kundak chaqnaysan. Ashu karvonning ba'zilari olqish iftixorga ko'miladi, ba'zilari nafrat la'natga qoladi. Nadamning ko'zi maktab maydoniga tushdi. 4dan bir rat tuzib, sinflar bo'yicha tizilib, marshqa dassavatgan o'quvchilar xuddi o'zining frontlardagi, o'rmon bog'dagi, Manas daryosi bo'yidagi jangvar saflarini eslatdi. Ehtimol yaqin arada yetib keladigan may bayramiga tayyorlik qilinayotsa kerak. O'quvchilar salom, salom, salom deyishib, yerlarni gursildatib yurishmoqda edi. Yerim harbiy holatdagi saflar maydonning o'ttirsida turgan kapitanning qo'mondonligida jangovar harakatlar elib bormoqda edi. Abduqyum yetib keldida avval Nadamga taq turib chas berdi. Ondan ikkisi quchoqlashib ko'rishdi. "Bormisan, Nadam? Yaxshi turayotgansan? Qandoq shamol tushirib keldi seni? Vazifa bilan kelgan", dedi Nadam yezidishiga samimiy holda. "Tunugun mahaliga chiqqan. Seni surishtirsam, bilim yurtida o'qiyotganligini aytishdi. Yo'qlab o'tay deb kelishim. Rahmat adosh", dedi Abduqayyimmo do'stiga zo'qlanib qarab. "Maktabimiz Ahmadjon apandimning tashabbusi, tashkillashi bilan bultur qurilgan. Mahalladan Qosim ikkimiz tushgan. Hukumat yotoq, tomoq, kiyim-kechak, o'qish qurollari bilan to'liq ta'minlayotidi. Qosim qaysi sinfda? U tibbiy maktabda, lekin ularning maktabi mush yerda." Abduqayyum har xil kasbdagi maktablar, turli hunar maktablari, kitobxona, qiroatxonalar, tantarbiya, ko'ngil ochish uylarining ochilganligi haqida zo'q bilan so'zlab ketdi. "Qara", dedi u maydonda mashq daslayotgan o'quvchilarni ko'rsatib. "1 mayda paraddan o'tadiganmiz. Har kuni tushdan keyin parad mashqi o'tkazyapmiz. Sizlarga mu harbiy ta'lim berilamdi qandoq?" deb qiziqib so'radi Nadam. "Shundoq, harbiy darsmi o'tiladi. Biz zapasdagi ofitserlar hisoblanadiganmiz. Agar vatan chaqirsa, darhol qo'limizga qurol elib sizlarga qo'shilamiz. Billa jang qilamiz." Nadam kulib qo'ydi. "Qandoq, yaxshi emasmi?" "Yaxshi", dedi Nadam. "Dehqon bolalari biz. Ham qalam, ham alam tuta olsak, albatta yaxshi-da. U chog'da bizga kim tang kelalaydi?" Xuddi uning aytganlarini tasdiqlagandek, paradga tayyorlanayotgan o'quvchilarning naqshisi anglandi. "Qalam tutsak bir qo'lda, alam tutimiz bir qo'lda. Shon sharaf quchimiz har dam, chunki biz parlaq yo'lda.
Bizmo kunlarimizni mana mushundaq jangvorlik bilan o'tkazyapmiz, dedi Abduqiyum mag'rur holda. Bir qarasang, partida o'ltirib bilim egilayotgan o'quvchi biz. Bir qarasang, frontga hozirlanayotgan jangchi biz. Bizningmi Qur'onni sizlarga o'tkazib berib, o'qiydigan vaqtimiz kelar. Albatta keladi. O'rinmi almashtirarmiz. Lekin shu topda oldingi safga borsak, komandirimiz sen bo'lasan. Bu yerga kelsang, o'qituvching men bo'laman. Shu so'z bilan tangla ikkisi qaqoqlab kulib ketdi va o'z vaqtida bir yezidagi ikki malay, hozir bo'lsa birisi o'rta darajalik ofitser, yana birisi siyosiy qonunchi bo'lishga tirishayotgan o'quvchi ichidan huzurlanib ketishdi. Yur, yotoqqa kirmiz, dedi Abduqiyum Nadamning yangidan tartib. Savoqdoshlarimga seni tunishtiray. Ular bilan tunish, sirdosh, mungdosh. Xo'sh, oldirayman. Hozir bosh shtabga berishim kerak. At sahar yurib ketimiz. Ko'rishkicha amon bo'l. Nadam kulimsirab qo'lini uzatdi. Ikkisi qadrdonlarcha qo'l siqishib xo'shlashdi. Atsi atiganda ular yuk mashinasida Shexuga qarab yo'lga chiqdi. Abdukarim Abbasov, Nizomiddin va Milliy armiyaning siyosiy boshqarmadan mayor unvonliq bir kishi Kozubda kabinkaga yo'linib o'ltiratdi. Nadam yana bir poruchik harbiy doktorxonadan saqib chiqqan ikki jangchi ularning oyoq tarafida o'ltirishdi. Bu mezgilda g'ulja xilila isib, paxtliq chapallar ig'ir kelgudek bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ochiq mashinda kechilib yo'l yurishga yanala juva piyimlar asqatatdi. Ular piyimlarni kiyib, juvalarni ostiga silib o'ltirishgan edi. Mashina bir xil gurildab yurmoqda. O'ltirganlar birdam o'ng so'lga, birdam oldi orqasiga mudirib, santurilib ketadi. Bu yo'llar qancha o'ng'il-do'ng'il bo'lsa-mu, tinch xotirjam o'ltirishga imkoniyat bermasmi, lekin o'ltirganlarning xiyollari bir necha yilning oldiga ketgan. O'ltirganlar biladi. Bu yo'llar birinchi qitim qonliq janglar bilan besilib o'tgan. U chog'lardagi jangovar yurishlar, urushlar, uyqusiz kechalar, urush ichidami bo'lingan muhabbatlik suhbatlar, hayotga qanmay, puxadan chiqmay, yumulmay qetib qolgan ko'zlar, kerishgan tishlar, qansirab bemazgil sulg'an yuzlar, dushman konini siqqinicha qetib qolgan qo'llar, bularning hammasi o'ltirganlarning xotirasida nihoyatda iniq holda yonmoqda edi. Bu xiyollar ba'zida ularga xushalliq, g'ururlikni baxsh ato qilsa, ba'zida unsiz azob, chidiqsiz alam, cho'nqur echinishlarni paydo qiladi. Abdukarim Abbasov o'ltirganlarning g'uyuldab o'tayotgan yo'llarga, tog'larga, edirliq tuzlangliklarga, shig'illiq qumliqlarga, sozliq qo'mishlarga qattiq tikilishidan ularning nimalarni xiyol qilayotganligini tushunib, parang bilan gung'ur-mung'ur mengishni dalolat qilishni o'ylamoqda edi. Ha, yo'ldosh, unimiz o'chib ketdi-ku, dedi Abbasov. Paranglashib mangayli, manzilimiz texi uzun. Bu yo'llarni gap bilan tugatmasak, zerikib qolamiz. U Nadamga kulimsirab qaradi. Qani, o'ychan yigit, nimalarni o'ylayapsan? So'zligina? Nadam kulimsirab pastga qaradi va xiyollarining oxiri Rayhonga berib taqalganligini bu sezgur kishi bilib qolgandek qizirib ketdi. Yosh bolalar avval so'zlashga unamdi. Gap avval sizdan bo'lsin. Qiziq voqealaringiz jiq edi-ku, dedi Nizomiddin Nadamni xijillikdan qutuldirib. Ma'qul, men so'zlay. Buni qiziq voqea desakmi bo'ladi. Abdukarim hikoyasini boshladi. Jinga yaqinlab qaptimiz. Har qitim bu yerdan o'tsam, mundaq bir voqea esimga tushdi. Bultor apandim ikkimiz toza qahrtonda jinga keldik. Apandim mashindan tushibla hokim idorasiga kirmay meni boshlab yurib ketdi. Biz boshlang'ich maktab qorosiga kirib qoldik. Havo sovuq, qor uchqundab urib turadi. Dastlabdila sinf derazalarining aynaksizligi va eshiklarning him yepilmaganligi apandimning ko'ziga tushdi. Uninggacha qo'ng'iroq chilinib qoldi, lekin bolalar sinfdan chiqmaydi. Bir sinfga kirdik. Sovuqdan muzlab ko'kirib ketgan bolalar mash atrofini talishib, o'pir-to'pir qilishayotgan ekan. Boshqa sinflardami xuddi shu ahvolni ko'rdik. Ondan o'qituvchilar bo'limiga kirdik. Biz salom qilib kirgan edik. Hech kimningmi biz bilan ishi bo'lmadi. Faqat bir o'qituvchi "Kelinglar" deb qo'ydi. Apandimning beshida chat cho'rlari qirchilib ketgan quloqcha, uchisida o'ngib ketgan sheriq chopon, putida uzun qo'nchilik ishchi o'tiki bor edi. Menmo shundaqla oddiy kiyingan edim.
U doim xizmat tekshirgili bir yerga borsa, shundoq oddiy kiyinatdi va oldin xabar berib qo'ymay boratdi. Maktab mudiri qaysinglar? Dedi apandim odati bo'yicha yiqimliq kulimsirab turib. Nimishinglar bor? Mana men, dedi 40 yoshlar chamisidagi bir kishi yezayotgan xetidan beshini ko'tarmay. Sinflar hanqirqay ochiq ekan, bolalar muzlab ketibdi. Uvol bo'pti. Sinflarni etishning chorasini qilg'il bo'lmasmi? Chorasi? Qani, qandaq chorasi barkin? Sen ko'rsatib baqqina, dedi u qo'pollik bilan. Ma'rif bo'limi biror chora qilib baqmadimi? Aynak yo'q. Biz mu qilishni bilatdik. Qog'ozmi yo'qmi? Bizni qog'oz choplamidi demsan. Bu shumtaklaring qog'ozni tinch qo'yamdi. Keyindan savol so'rab, aram bermayotgan odamga mudirning toza ochiq keldi ehtimalim. Bizni nimancha so'roqqa tortsan? Sen nimichi? Dedi u terikib. Men yo'lovchi, dedi apandim. Ko'zim ko'rib kirib qoldim. Xafa bo'lmang. Sizning deganlaringizmi rostqo? Ammo yosh bo'g'inlar maktab tarbiyasini eng tez qabul qiladi. Qog'ozni yirtivatsimi, yana chaplab tursak, tarbiya bersak, asta-asta ta'sir qiladi. Asraydigan bo'ladi. Vahshiy hayvonlarnimi tarbiyalab qo'lga o'rgatkili bo'ladi-yu. Odam bolasini tarbiyalab o'rgatkili bo'lmasmi? Zerikmay tarbiyalasak qabul qilmasmi? Ko'nmidi deb tashlavatsak, kuyinmasak, bolalarga val bo'lmasmi? O'zimizning bolalari emasmi? Qarang, nurg'unlari kambag'allarning bolalari ekan. Apandimning so'zlariga mudir bir tarafdan qoyil bo'lsa, yana bir tarafdan o'sal holga tushib qilib terikdi va g'udung'ishqa boshladi. Bizga anglanmas qilib, nadin kelgan nimidi bu? Odamning o'g'isini qaynitib degandek qildi. Apandim anglagan bo'lishi mumkin, lekin anglamas qilib yana so'radi. Tozliq ishsiz bormi? Boshqalar endi bizga e'tibor bilan qarashga boshladi. Mudir ya bor, ya yo'q demayla qo'lini shiltidi. Avu udulimizdagi uyda. Apandim tozliq ishchisining uyiga kirib ketdi va birdamdala bir qancha shilim ko'tarib chiqdi. Men o'qituvchilar bo'limidan bir nechta taxta qog'oz topdim. U ochiq ko'znaklarning hammasini ichi teshidan qog'oz bilan chaplab chiqdi. O'quvchilar xushal bo'lishib, chavak tilishib ketdi. Mudir bizning yinimizga kelolmay, neridan qarab turardi. Agar sumay bo'lsa-ku, qog'ozlarni yog'lavatsak, bo'ron chapqunlarga chidashlik bo'ladi, dedi apandim mudirga qarab. Mex, parch-purat panlar bo'lsa-ku, ishiklarni muhim qilvatkili bo'ladi. Tayinliq bumi yo'qdi? Mudir unchiqmadi. Biz mingishqa taraddudlandik. Apandim qo'lidagi ishlim yo'qlarini uvladi. Dal shu chog'da bizning bu yerga kelganligimizni anglagan hokim idorasidagilar maktab qorosiga dukurishib kirib kelishdi. Salom, apandim. Assalomu alaykum, Ahmadjon. Bu nima qilganlari? Silini izlab sakpar bo'lib ketdik, dedi kirguchilardan biri. Xabarsiz bo'lib, oldinlarga chiqolmabdik. Sat bo'pti. Bu yerga kirib qolganimiz nihoyat yaxshi bo'pti. Ishkinglarning oldidagi maktab shuncha bayram bo'lib ketibdi. Sinflar hanqirqay ochiq. Bolalarimiz sinfda emas, mushu qahrtonda xuddi talada dars o'qiydi ekan. Biz issiqqina qalin kiyimlarni kiyganda, yalan kiyimlarni o'ylamasak, qandoq bo'lgani? Mudir bilan derizlarni chaplashdik, dedi apandim kulimsirab turib. Oppoq qog'ozlar bilan chaplangan derizlarga hammasi qarashdi. Ba'zilar xijil bo'lib yerga qaradi. To'la sat bo'pti, apandim. Biz bugunla jundaymiz, dedi birsi po'kandek qizirib. Tunugunla jundab qo'ygan bo'lsanglar, mudirningmi o'g'iz qaynamagan bo'ladi. Bu chaqda mudir boshliq bir necha o'qituvchi nima qilarini bilolmay dong qatib turib qilishgan edi. Jurslar, apandim, naga bormiz? Hokim idorasidan kadrlar sizlarga qarab turdi. Issiqroq choy sizlar, sovuq qattiq. Katta ziyofat tayyorlab qo'ygan o'xshamamsizlar? Katta bo'lmasmi, har holda kadrlarning ko'ngli, apandim. U duduqlab javob berdi. Biz bu yerda ortiqcha tura olmaymiz. Daxiyanziga berishimiz kerak. Qaytqanda bir gap bo'lar. Ular apandimni qat'iy so'zdan qaytara olmadi. Daxiyanziga yurib ketdik. Kechqurunligi bo'limda o'ltirsak, hiliqi mudir ot soldirib yetib kelibdi. Uning o'ngsili o'chgan, ko'zlari pildirlab qolgan holda oldimizga kirib keldi. Apandim, bayaman kechirsizlar. Qalaymaqan ish qiptiman. Apu qilishlarini so'rayman. Bayaman u so'zining oxirini aytolmaydi. Qo'lini ko'ksiga oladi va bir oldiga, bir keyniga mang'atdi. Qiliqlari bir qismlar edi. Qisqasi ashushini yo'qotgandek bo'lib,
nima qilayotganini o'zimi bilmaydi. Bayaqi qo'polliqlaridan qilchimi asar qolmagan edi. Biz mudirni o'ltirishga taklif qildik. Vaqa mundaq bo'pti. Biz maktabdan chiqib ketgandan keyin bir qanchaylar uni ayblabdi. Amdi ko'rsan, Ahmadjon apandimga shunchami qattiq tegamsan, amdi kuning tas, mang yugur, kechirim so'ra. Bo'lmasa o'zingning nima bo'lganligini o'yla. Ikkimiz kulishdik. Apandim yiqimliq kulimsirab, qo'lini uning mursiga qo'ydi. Bekor avar bo'lib kepsiz. Bu ishlar shu yerda qoldi emasmi? Gaplarmi aytilib bo'ldi. Bizning ba'zi odamlarimiz shundoq eski o'ylarni o'ylab oladi. Undaq o'ylash ortiqcha. U bo'lim ichida yeni qadam tashlab, u yoqdan bu yoqqa mengib yurib so'zlashga boshladi. Bizni ota-onamiz ozroq o'qitib qo'yibdi ekan. Bolalarimizni o'qityapmiz. Ularni asrash kerak, ko'yinish kerak. Hukumatimiz texi kambag'al, ma'rif ishlarini gullantirishga chamimiz yetmayotidi. Lekin tadbirlik, chorlik bo'lsak, bolalarimizni mushu ahvoldami tuzukroq o'qitqili bo'ladi. Uzum pesh, og'zim uchish degan bilan tayyor uzum yo'qda. Qarang, bir bog'ni olayli. Qiri ko'chatlarni chiqarib, yangidan qo'yib turmasak, bog' mevasiz qoladi-da. Buni o'ylamay bo'lamdi. Bolalarimizni ko'yinib, asrab tarbiyalasak, kelgusiga kimlik bo'ladi. Mudirning andishlari tarqalib, ko'ngli yo'rib qoldimi, yuzidagi parishonlik yetishga boshladi. Shundoq, apandim, dedi u o'ziga kelib, ajab as ish qilib qo'ydim. U ishni qo'ying, dedi Ahmadjon. U ish tugidi. Siz uni yana tagimisangiz, men allaqachon unutib ketgan edim. Muhimi bolalarga ko'yining. Abdukarim Abbasov hikoyasi tugatgandan keyinmi, mashinada o'ltirganlar mudirning dastlabki va keyingi ruhiy holatlariga qattiq kulishdi. Yana bir tarafdan Ahmadjon Qosimiyning xizmat istilidagi esil xislatlarini o'zlari biladigan ba'zi misollar bilan ta'riflashdi. Shundaq ma'nilik suhbatlar bu qatangliq yo'l azobini unutildirib bormoqda edi. Mashina bir xil gurildab va ba'zi yerlarda ovozni o'zgartib yurmoqda edi. Kunmu o'ltirishga oz qoldi. Sovuq shamolmi gurildab adashga boshladi. Ular ostilaridagi jo'larni ilib kiyishdi. Men sizlarga bir voqeani so'zlab beray, dedi mayor unvonliq siyosiy boshqarma kadri hikoyasini boshlab. Davomi bor.